Mazza. Voy. Bu nimasi? Voy, naqadar jirkanch. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda ko'chada sotilgan mana shu kabi muzqaymoq ichidan hasharot chiqqanligi haqida turli videolar tarqaldi. Mana ichida nimasi bor? Mana gaplashing. Kesin da qilman gaplashaman. Chaqir kesin. Gaplashmang, kesin deb ko'rsa mana unisini. Ma'lum bo'lishicha, mazkur voqea viloyatning Yakkabog' tumanida sodir bo'lgan. Muzqaymoq sotib olgan mijoz uning ichidan tarakan chiqqanligi uchun sotuvchiga o'z e'tirozlarini bildira boshlagan. Kesin deyapti. Klientman men, klient. Ayt, sotgan marojning ichidan tarakan chiqibdi, kelibdi de. Biz mazkur vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida mas'ullarga yuzlanamiz. Mahsulotning tarkibida qo'shimcha hasharotlar bilan zarar ifloslanganligi aniqlangan. Bu holat bo'yicha mutaxassislar joyga chiqib o'rganib, holatga oydinlik kiritildi. Haqiqatan ham shu fuqaro tomonidan sotiladigan muzqaymoq belgilangan sanitariya gigiyena talablarga zid ravishda faoliyat tashkil etilganligi aniqlandi. Tegishli tartibda mahsulotlari iste'moldan qo'llanib, o'rganilmoqda. Ya'ni o'sha fuqaroga ma'muriy huquq buzarlik ishlarini ko'rib chiqish bo'yicha. Xabaringiz bor, biz dasturimiz orqali yo'l yoqalarida sanitariya talablariga zid ravishda sotilayotgan muzqaymoqlar mavzusida o'tkazilgan reyd tadbirlari bo'yicha lavhalar namoyish etib boryapmiz. Ko'rsatuvimizning keyingi sonida ham xuddi shunday mavzuga yana to'xtalamiz. Ya'ni Qarshi shahrida sifatsiz sotilayotgan muzqaymoqlar bo'yicha bo'lib o'tgan reyd tafsilot haqida xabar qilamiz.